shuncha paytdan beri uyingizdagi radiatorlaringiz bilan uy emas, balki ko'chani isitishga pul sarflayotganingizni bilarmidingiz? Men bugun sizga bitta finskiy trik o'rgataman. Uning uchun bizga bitta balga va ikkita tarafli skoch kerak bo'ladi. 30% gazingizni shundoq tejab beradi. Batareyalarimizni qanchalik qaynoq suv bo'lmasin, uni orqasidagi muzdek devor uni issiqligini tortib oladi. Oqibatda buni vazifasi, ya'ni batareyaning vazifasi uy isitishga emas, orqasidagi muzdek devor isitishga o'tib ketib qoladi. Shuning oqibatida rasxodlar ham ko'payib ketadi. Buni oddiy yechimi shu radiator bilan devor orasiga falgamizni o'rnatishda bo'ladi. Falganing ikkita tarafi bor bilsanglar, bitta tarafi yaltiroq, ikkinchi tarafi matviy bo'ladi. Yaltiroq tarafi radiatorga qarash kerak, matviy tarafi esa devorga qarash kerak. O'shanda issiqlik ushlab qoladi, ko'chaga chiqib ketmaydi. Radiator bilan devor orasi kichkina bo'lsa, mana o'zi ham turadi. Lekin agar ikki tarafli skoch oladigan bo'lsanglar, yopishib, mahkam turadi, juda yaxshi ushlaydi. Qishdan bemalol chiqib olsanglar bo'ladi. Jarayonni ko'rdinglar, juda ham oson. Uyda o'zingizlar bemalol qilib olsanglar bo'ladi. Ham kam chiqim 30% gazni tejaydigan yana nima lifehack bor? Bu finskiy usul bo'ladi. Bu usulni yaqinlarga jo'natib, tezroq uyligini isitib olishsa, ishdan eson-omon chiqib olinglar va menga obuna bo'lib qoling.